Mana kechagi endi qo'yuvdimmi, qo'ymovdimmi buni bilmayman-ku. Ha, hozir qo'yaman. Sabab mashina egasi ko'radi-da, akalar, shuning uchun ishonishadi bizga. Gap bo'lishi mumkin emas, uka. Go'zal holatda qilib beringlar deydi. Baribir ham shu qiziq ishga qo'yamiz. Egalariga bizdan ham ko'ra qiziq aka. Mana ishimiz sifati shu. Klapan, zazor, pazor hamma yo'g'i bilan xudo xolasa chotki bo'ldi, go'zal holatda. Raspredvalari ham aytisham qiyin bo'lib ketyapti, go'zal holatda. Aka, bo'ldi ukajon. Mana yig'ilish jarayonlari deyishlar. Mashinada bo'layotgan muammo har doimgidek motorda qaltirash bor. Keyin bitta postga video ham olib qo'ydik, adashmasam qo'yamiz bugun. Xo'p, bu mashinani sotib olishgan, olgandan keyin motor qaltirab qolgan akalar. Endi mashina egasi bilan qanaqa kelishadi bizga qorong'u. Biz ishni zo'r qilib qo'ydik.